Oil kelib qo'shningga yaxshilik qil, qo'shningga yaxshilik qil deb aytdi. Juda ko'p aytganligidan men hatto men o'lsam, demak qo'shni meros oladi shekilli deb o'ylab qoldim deyapti. Said ibn al-As degan bir kishini qo'shnisi uyini sotmoqchi bo'ladi-da. Uyini sotayotganda aytadi. Klient deymizmi, xaridor deydimi? Ikkalasi o'sha bitta odam. Klient kelsa aytibdi, uyi bir ikkita xona ekan, chegarasi ham yaxshi emas. Ya'ni aytaylik 500 ming ga baholanadigan uy. Bu aytayapti ekan, uyimni 1 millionga sotaman debdi. 1 millionga sotaman desa, kelgan odam hayron bo'layotgan ekan. Klient, qanday qilib 1 millionga sotasiz? Sizni uyingiz o'zi 300 ming yo 350 mingga to'g'ri keladigan uy. Desa, men uyimga qo'shib qo'shnimni ham sotaman dedi. Bu qo'shnim kasal bo'lsam xabar oladi. Qarz bo'lsam to'laydi. Och qolsam ovqat olib chiqadi. Uyimdan ko'ra meni qo'shnim qimmatroq. Xohlasangiz mana shu qo'shnim bilan qo'shib uyni sotib oling dedi. O'ylanib qoldi klient, olsammi, olmasammi dedi. O'sha Said ibn al-As o'zlari bo'lib o'tgan voqeani eshitdi. Qo'shni nima sababdan uyni sotyapsiz dedi. Uyni sotishga hojati yo'q. Qarzingiz bo'lsa men to'lay dedi. Qiyinchilik bo'lsa men hal qilay. Siz shu yerda yashang. Boshqa joyga ko'chib ketmang deb qo'shnisi o'sha uyni pulini to'lab qo'ygan ekan. Bu yerga bu yerga borsangiz, oqsoqollar bilan o'tirsangiz aytadi. Qani oldingi davrlar deydi. Bir eslab ko'ring. Qani mahallani boshidan oxirigacha darvoza yo'q. Yo bir devorlari baland emas. Mana bu uyda qilingan ovqat 4 ta uyni nariyotga berilgan. Hozir bitta uyni bu yoqqa ham berilmayapti. Mahallani oxiridagi odam kasal bo'lsa, mahallani boshidagi odamlar bilgan. Uydagi odamlar to'liq xabar olmayapti hozir. Qo'shnichilikning haqiqiy surati odamlarda pul ko'payib ketgandan keyin mehr oqibat tushib ketdi. Siz men bilan ishingiz bo'lmasin, men siz bilan ishim bo'lmaydi deb xuddi boshqa dindagilarga o'xshab qolyapmiz. Bizda mo'min musulmonlarda unday bo'lmaydi. Jamoatga chiqmay qolsa jamoat chiqar ekan oldin. Bu odam kasal bo'lib qolganligi uchun kelmayapti. Qani chiqib xabar olaylikchi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man kana yu'minu billahi val yawmil akhir, kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa qo'shnisi bilan yaxshi muomala qilsin deb. Agar qo'shnisi yahudiy bo'lsa ham, agar qo'shnisi nasroniy bo'lsa ham, g'ayriddin va gunohkor bo'lsa ham. Va yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi, qo'shni bilan qilingan zino boshqa odamlar bilan qilingan zinodan bir necha bor og'ir. Biladi-da qo'shnisini. Qanday holatdaligini biladi. Qo'shnini haq hurmatini aytayapti. Boshqa yerda qilingan zino ham harom, mumkin emas, gunohi kabira, tavba qilish kerak. Vala taqrabuz zina dedi Alloh taolo, zinoga yaqinlashmanglar dedi. Ayni qo'shni bilan qilingan zino umuman og'ir deyapti. Qo'shnichilik qilishlik degani ibodat degan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oxirgi aytiladigan hadis aytishdiki, ya Rasululloh, ey Alloh taoloning elchisi, bir ayol bor deydi. Savvamatan qawwama, ko'p namoz o'qiydi, ko'p roza tutadi, nafil. Ammo qo'shnisiga aziyat beradi dedi. Ayniqsa ayollar. Qala hiya finnar. Shu qo'shnisiga aziyat beradigan ayol do'zaxda dedi. Vaqila aytildiki, ya Rasululloh, bir ayol bor. Ko'p roza tuta olmaydi, nafil va ko'p namoz o'qiy olmaydi, qo'shnilar bilan muomalasi yaxshi dedi. Qala hiya fil jannah. O'sha qo'shnilar bilan muomalasi yaxshi bo'lgan ayol jannatda dedi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni tavfiq hidoyatdan ajratmasin. Qo'shnilar bilan kelisha olmaydigan insonlar bo'lsa, Alloh taolo ularning oralarini isloh qilsin. Qo'shnilarga yaxshilik qiladigan, ayblarini yashiradigan, yaxshiliklarini ko'rsatadigan insonlarni qatorida qilsin. Dunyoda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'la olmadik, jannatga kirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga barchalarimiz qo'shni bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo elimizni, yurtimizni doim tinch qilsin, yomon ko'z, yomon so'zdan, hiqdu hasaddan o'zi saqlasin.